Bacham, onam Guli ham rozi bo'lmadi. Yana bitta oxirgi yo'li bor dedi. Qanaqa? Onam pizzani yaxshi ko'radi. Pizza olib borsangiz keladilar u. Endi qanaqa pizzani yaxshi ko'radi? Men qayerdan bilaman men? Onam Bellissimo pizzani yaxshi ko'radilar. Endi hozir men Bellissimoga borib kelaymi? Shuncha joyga? Yo'q, mana Bellissimoni ilovasidan zakaz qilamiz. 35 minut ichida olib keladilar. Undan tashqari Bellissimo pizza ilovasida yangi foydalanuvchilar uchun 70 ming so'mdan boshlab birinchi buyurtma uchun 30 ming so'm chegirma beriladi. Xotin, sen yoqtirgan Bellissimoni olib keldim. Qara, ana Bellissimo olib keldim. Endi ketamizmi? Yo'q, hoz ochma. Hoz och, uyda ochib yegaylik. Hozir yegasim kelib Hozir turasiz. ochma, uyda yegaylik. Yur. Olib ketamiz birga uyda choy bilan. Yur. Dadasi nima yaxshi ko'rishni bilasiz, a? Qani unichi? Yumshoq joylar senga qoldi-da. Shunga. Yana dadingiz mana. Zo'r ekanda, shunga ozgina yedim.